har qanday aritmiya, bu taxikardiya bo'ladimi, ekstrasistoliya bo'ladimi, bosh aylanishi yoki hushdan ketish bilan namoyon bo'lsa, bu xavfli aritmiya hisoblanadi. Demak, xavfli aritmiyalarda davolash taktikasi juda ham bir agressiv bo'lishi kerak. Agarda kasallikni yo'qotish uchun operatsiya kerak bo'lsa, taqda bemorlar sirrazu operatsiya qilinishi kerak. Agarda dori orqali davolanadigan bo'lsa, darhol dori bilan davolash kerak. Agarda yurakda qanaqadir bir defibrilyatorga o'xshagan qurilma qo'yiladigan bo'lsa, demak uni darhol qo'yish kerak bo'ladi. Shu uchun xavfli aritmiyalarda aritmologlar sirazi trevoga qilishadi. Demak, bu turdagi aritmiyani qancha vaqtli davolashni boshlansa, bemor hayoti shuncha vaqtli asrab qolinadi yoki strafovka qilinadi. Shuning uchun aritmiya xavfli yoki xavfsizligini bilish uchun siz aritmologga murojaat qilishingiz kerak. Hamma kardiolog ham demak aritmiyani xavfliligi, xavfsizligini sizga aytib bera olmasligi mumkin. Shu uchun demak tor mutaxassis, ya'ni aritmolog degan mutaxassis paydo bo'lgan. Aritmolog xavfli yoki xavfsizligini aytgandan keyin xavfsiz aritmiyalar rejali davolanadi. Xavfli aritmiyalar bular shoshilinch davolanadi. Shu uchun har qanday aritmiya aritmolog nazoratida davolanishi shart.